Forrest Gump, Winston Groom. 13-qism. Birinchi taassurotim shunday bo'ldiki, meni nimadir qattiq bosgandek bo'ldi. Xuddi banan to'g'ri kabi. Orqaga aylanishning iloji yo'q edi. Ovozim chiqmas, hech narsa qilib bo'lmasdi. Axir ular bizni bog'lab qo'yishgan. Tashqarida derazadan faqat moviy osmon ko'rinardi. Raketa uchib ketdi. Keyin biroz sekinlashdik va osonroq bo'ldi. Mayor Frichning aytishicha, biz tasmani yechib, o'z ishimizni davom ettirishimiz mumkin ekan. Uning so'zlariga ko'ra, biz soatiga 15,000 mil tezlikda uchamiz. Men derazadan tashqariga qaradim. Yer kichik bir to'pga aylanib qolgandi. Xuddi kosmosdan olingan fotosuratlardagi kabi. Mening yonimda katta yovuz maymun o'tirar, Mayor Frich esa menga yomon qarardi. Mayor Frich maymun och bo'lsa kerak dedi va menga maymunning jahli chiqmagunicha unga yegulik bermasligimni buyurdi. Maymun uchun banan, quritilgan mevalar va boshqa oziq-ovqatlar solingan maxsus sumka hozirlangandi. Men sumka ichidan unga berish uchun narsa qidira boshladim. Mayor Frich radio orqali Houstondagi boshqaruv punkti bilan bog'landi. Aloqa. Bu maymunni nimadir qilish kerak. Bu Syu emas. U erkak va bu yer unga yoqmayapti. U to'polon qilishi mumkin. Biroz vaqt o'tgach, bir yigit bizga javob berdi. Hech narsa qilmaydi. Hamma maymunlar bir xil. Nima farqi bor? Yo'q, farqi bor, Mayor Frich javob berdi. Agar sizni bu hayvon bilan qafasga solib qo'yishsa, boshqacha sayragan bo'lardingiz. 1-2 daqiqadan so'ng radio yana xirilladi va ovoz eshitildi. Xo'p, lekin buni sir saqlashni buyuraman. Aks holda bizni butun dunyo masxara qiladi. Oyoqlari orasida nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu maymun Syu bo'lib qoladi. Mayor Frich menga qaradi va bosh chayqadi. Tushundim, janob, lekin men kabinada ekanman. Bu yaramasni bo'shatmang. Tushundingizmi? Va postdan qisqa javob keldi. Tushunarli. Umuman olganda, siz bo'shliqqa ozgina ko'nikib qolsangiz, u yerda hatto qiziqarli bo'larkan. Tortishish kuchi yo'q. Siz butun kema bo'ylab uchishingiz mumkin va derazadan tashqaridagi manzara ajoyib. Oy va quyosh, yer va yulduzlar. Men esa Jenni Kerran qayerda, nimalar qilayotgani haqida o'ylardim. Biz yer atrofida aylana boshladik. Soatdan soatga, kundan kunga. Aytishim kerakki, asta-sekin bu holat qandaydir atrofga qarashimni o'zgartirmoqda edi. Men o'ylardim. Hozir bu yerdaman va qaytib borganimda, agar qaytib bora olsam, nima qilishim kerak? Krevetkalar tutishni boshlaymanmi? Yana Jennini qidiramanmi? Musiqachilar bilan yana chalamanmi? Onamning g'aribxonadan chiqishiga ko'mak beramanmi? Juda g'alati tuyg'u. Mayor Frich vaqti bilan uxlab qolar, lekin uxlamagan paytlari pichirlardi. U maymunga, qo'mondonlik punktidagi eshaklarga, bemavrid ovqatlanganimda menga qarab pichirlardi. Aytgancha baribir Mars batonchalaridan boshqa hech narsa yemagandim. Umuman olganda, men shikoyat qilishni xohlamayman, lekin baribir ular yaxshiroq ayolni yuborishlari mumkin edi. Yoki hech bo'lmaganda bu qadar sovuqqonini emas. Men sizga aytsam, bu maymun ham chakin emas ekan. Men unga banan berib, to'g'ri qildimmi yo'qmi bilmayman. Bananni olib, po'chog'ini tozalay boshladi. Keyin birdan bananni uloqtirdi va banan kabina ichida ucha boshladi. Men uni ushlab, yana maymunga berishim kerak. Maymun uni maydalab, atrofiga socha boshlaydi. Men esa hammasini yuvishim kerak. Umuman olganda, u doimiy e'tibor talab qiladi. Uni yolg'iz qoldirishing bilan shovqin ko'taradi. Ulkan tishlarini ko'rsatib, irillay boshlaydi. Bu shunchaki sizni bezovta qiladi. Nihoyat,
Men garmonikani chiqarib nimadir chala boshladim. Menimcha, chegaradagi uy edi. Maymun biroz tinchlandi. Keyin men Texasning sariq atirgullari va men Mallasot Jennini orzu qilaman kabi turli xil kuylarni chaldim. Maymun o'z joyiga yotib, boladek jim bo'ldi qoldi. Kabinaning hamma joyiga kameralar o'rnatilganini va nazorat o'tkazish punktida bizni kuzatayotganlarni butunlay unutib qo'yibman. Ertasi kuni ertalab ular bizni televizorda ko'rsatishibdi. Ovsar maymunni tinchlantirish uchun kosmik musiqa chaldi. Nima ham derdim. Umuman olganda ishlar silliq ketayotgandi, lekin keyin men maymunning Mayor Frichga g'alati qaraganini payqab qoldim. Har safar u yaqinlashganida maymun uni ushlab olmoqchi bo'lgandek harakat qilardi. Mayor xirillay boshladi. Mendan uzoqroq tur, hayvon. Panjalaringni nari tut. Ammo maymunning xayolida nima borligini men darhol angladim. Tez orada bu nima ekani hammaga ma'lum bo'ldi. Men hojatga chiqish uchun kichkina ekran orqasiga o'tganimda to'satdan shovqin eshitdim. Boshimni ekran orqasidan tashqariga chiqarib qarasam, maymun Mayor Frichni ushlab qo'lini qisib olibdi. U bor kuchi bilan qarshilik qilar, mikrofon bilan maymunning boshiga urardi. Keyin men hammasini tushundim. Axir 2 kundan beri uchib yuribmiz. Bechora maymun hamon o'rindiqda zanjirband. Hatto hojat qilishga ham qodir emas. Men buning qanday og'ir ekanligini bilaman. U albatta portlashga tayyor. Keyin Mayor Frichni maymundan bo'shatib oldim. Jonivorni esa stuldan yechib, ekran ortiga yetakladim. Mayor Frich tepaga sho'ng'idi va u yerda iflos hayvon deb yig'lay boshladi. Men maymunga hojat uchun bo'sh shisha topdim, lekin u ishini tugatganidan so'ng shishani otib yubordi. Shisha bo'laklarga bo'linib ketdi. Siydik butun kabina bo'ylab ucha boshladi. Jin ursin. Maymunni bog'lash uchun o'rindiqqa olib bordim va ko'rdimki, katta siydik oqimi to'g'ri Mayor Frichga qarab ketmoqda. Boshining orqa qismiga urilay deb turibdi. Men maymunni qo'yib, maxsus to'r bilan oqimni to'xtatishga urindim. Lekin endi yetay deganimda Mayor Frich ortiga o'girildi-yu, oqim uning yuziga urildi. Keyin u qichqirdi. Maymun boshqaruv paneliga o'tirib olgandi va u yerdagi har xil simlarni torta boshladi. Mayor Frich baqirdi. Uni to'xtating, bas! Lekin men hech narsa qila olmasdim. Murvatlar har tomon uchib ketdi va maymun poldan shifga tomon sakradi-yu, yeridagi hamma narsani yirtib tashladi. Radio orqali ovoz keldi. Sizlarga nima bo'lyapti? Ammo endi allaqachon kech bo'lgandi. Raketa silkinib, hammamiz oldinga, orqaga otildik. Hech narsani qo'lga olishning iloji yo'q edi. Shunda yerdan yana ovoz keldi. Kema orbitasida beqarorlik bor. Forrest, siz D6 dasturini bort kompyuteriga masofadan boshqarish pultiga o'tkazishingiz mumkinmi? Hazil gap emas. Men kabinaning har joyidaman va tezroq bu aqldan ozgan maymunni tutishim kerak. Mayor Frich shunchalik baland ovozda qichqirardiki, hech narsani eshitolmasdim. Lekin uning so'zlarining ma'nosi biz shunchaki parchalanib, atmosferada yonib ketamiz edi. Keyin derazadan tashqariga qaradim va hazil vaqti emasligini angladim. Biz yerga juda tez yaqinlashmoqda edik. Shunga qaramay, men bort kompyuteriga o'tirishga muvaffaq bo'ldim va bir qo'lim bilan panelni ushlab, ikkinchi qo'lim bilan D6 dasturiga kirdim. Bu Hind okeaniga favqulodda qo'nish dasturi edi. Haqiqatdan ham biz baxtsiz hodisaga duch kelgandik. Mayor Frich va maymun hamon nimanidir ushlashmoqchi bo'lardi, lekin keyin Mayor Frichning menga qarab qichqirayotganini eshitdim. Unga yaxshilab quloq tutdim. U yerda nima qilyapsan? Men unga tushuntirdim va u yana qichqirdi. Ahmoq, biz ancha oldin Hind okeani ustidan uchib o'tganmiz. Tinch okeaniga uchib borgunimizcha kut.
Menga ishonishingiz mumkin, mayor Frich yana mikrofonlarni egallab oldi va boshqaruv punktidagi odamlarga biz Tinch okeanining janubiga urilamiz. Ular imkon qadar tezroq yordamga kelishsin, deb baqirdi. Ko'hna yer bizga shu qadar tez yaqinlashayotganini ko'rdim va tugmachalarni shoshilib bosa boshladim. Biz mayor Frid Janubiy Amerika deb atagan joydan uchib o'tib, Avstraliyaga yetib keldik. Keyin salondagi havo qizib ketdi va tashqaridan qandaydir shitirlash eshitildi. Yer juda yaqin kelib qolgandi. Mayor Frich yana menga baqira ketdi. Parashyutni och! Lekin go'yo meni o'rindiqqa, uni esa shiftga bog'lab qo'yishgandek edi. Ishlar yomon ketayotganga o'xshardi. Chunki biz to'g'ri okean tomon soatiga 10,000 mil tezlikda uchib bormoqda edik. Agar shunday tezlikda yerga qulab tushsak, bizdan hatto nishon ham qolmaydi. Ammo keyin birdan bum degan tovush eshitildi va qulash sekinlashdi. Men atrofga qaradim. Parashyutni ochib, hammamizni qutqargan qariya maymun bo'lmasa, o'lib ketardik. Men o'zimcha qaror qildim. Bularning barchasi tugagach, men uni buning uchun banan bilan siylayman. Umuman olganda biz parashyut ostida qulay boshladik. Ammo suvga emas, yerga. Bu yaxshi emas, chunki bizning raketamiz suvga qo'nish uchun moslashgan. Mayor Frich radioda xabar berdi. Biz okeanning qayergadir Avstraliya shimolidagi hududga qo'nmoqchimiz. Hozircha qayer ekanligi aniq emas. Bir necha soniyadan keyin ular javob berishdi. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, derazadan tashqariga qaray olmaysizmi? Keyin mayor Frich derazadan tashqariga qaradi va dedi: Xudoyim, Borneo yoki shu kabi joyga o'xshaydi. Lekin u buni boshqaruv punktiga aytmoqchi bo'lganida radio ishlamay qolgani ma'lum bo'ldi. Endi biz yerga juda yaqin edik. Bizdan pastda faqat o'rmon va tog'lar ko'rinardi va bir parcha suv, qandaydir ko'l. Biz shu yerga qulashga umid qilishimiz mumkin edi. Biz hammamiz mayor Frich, maymun va men burnimizni oynaga bosib pastga qaradik va birdan mayor qichqirdi: Xudoyim, bu Borneo emas, bu Yangi Gvineya va u yerda osmondan yuk tushishini kutayotgan nochorlar. Maymun va men qaradik. Ko'rdikki, ko'l bo'yida 1000 ga yaqin mahalliy aholi to'planib, hamma bizga qo'l cho'zayotgan ekan. Ular maysali yubka kiygan, sochlari taralgan, ba'zilarida qalqon va nayzalar bor edi. Jin ursin, dedim men. Nima dedingiz? Yuk kutishyapti, takrorladi mayor Frich. Ikkinchi jahon urushi paytida bu yovvoyilarga biz tomonda bo'lishi, ular buni unutmasliklari uchun ularga shokolad va boshqa oziq-ovqatlarni parashyut orqali tushirardik. Ular buni Xudo yoki shunga o'xshagan zot qilgan deb o'ylashardi va o'shandan beri hamma bizning qaytib kelib yerga tushishimizni kutmoqda. Ular hatto qandaydir qo'nish yo'laklarini ham qurdilar. Qara, u yerda bormi? Ular qora dog'lar bilan belgilangan aerodromga o'xshash narsalarni qurishibdi. Menimcha u ko'proq ovqat uchun qozonga o'xshaydi, dedim men. Mayor Frich g'alati ohangda dedi: Ha, shunday narsaga o'xshaydi. Bu joylarda odamxo'rlar yo'qmi, deb so'radim. O'ylaymanki, tez orada bilib olamiz, dedi u o'ychanlik bilan. Raketamiz ko'lga quladi va biz suvga tushishimiz bilan mahalliy aholi nog'ora chalib, nimadir deb baqira boshladi. Biz albatta hech narsani eshitmadik, chunki kabinada edik. Lekin bizning tasavvurimiz to'liq ishlardi.